Barchaga assalomu alaykum. Montage YouTube kanali kuzatuvchilari. Ushbu videoda CapCut dasturida sizlar bilan mana shunaqa trendy intro video yasashni ko'rib chiqamiz. Ya'ni videolar boshlanishini mana shunaqa qilib boshlashingiz mumkin bo'ladi. Bu videoni tayyorlash bo'yicha VN darsimiz ham bor va VN da bu juda ham oson va albatta xuddi shunaqa effektni hozir CapCutda tayyorlab ko'ramiz. CapCutga kirdim. O'zimga kerakli bo'lgan videoni ochdim. Demak, ishni nimadan boshlayman? Ishni birinchi matnni yozib olishdan boshlayman. Xo'p, videoni tanlayman. Bu yerdan demak, maska bo'limiga kiraman. Horizontalni tanlab, maskani yuqoriga ko'tarib qo'yaman. Ya'ni menda qora fon hosil bo'ldi. Endi ana shu qora fonga matn yozib olaman. Text tugmasini bosib, add text qilaman va bunga o'sha o'zimizga kerakli matnni yozib joylashtirib olaman. Xo'p, fontga kiraman. Fontdan birorta demak bold, ya'ni qalinroq shriftni tanlayman. Matnni biroz kattalashtiraman. Videoni oxirigacha surib qo'yaman matnni. Xo'p, endi matnning boshlang'ich qismiga bitta keyframe qo'shaman. Taxminan mana shu yo'llarga qo'shamiz. Demak, matnni tanlab rombikchani bosdim va matnni oxiriga tortib, hit play chizig'ini sozlab, matnni kattalashtirib qo'yaman. Bunda matn aylanib ketmasligi kerak. Mana shu U harfini strelkasi bo'yicha mana shunday kattalashtiraman. Matn harakatini bitta ko'rib olamiz. Ko'ryapsizlar, matn kattalashib ketyapti. Bir xil tezlikda. Demak, matnni tanlab, rombikcha belgisi yonidagi grafik belgisini bosib, bu yerdan kubik n ni tanlab qo'yamiz. Ustiga bosmaymiz. Mana kubik n ni tanladim. Bu demak, yozuvni harakatlanish tezligini boshqarish imkonini beradi. Xo'p, birinchi video tayyor bo'ldi. Buni demak o'lchamlarini o'zimizning videoni o'lchamlari bilan bir xil qilib sozlab oldim va eksport qilib saqlab olaman. Reklama tugadi, reward granted deb bosamiz va video birdaniga telefonimizga saqlanib bo'lishni boshlaydi. Videoni saqlanib qilib oldim. Premium yangilaysizmi deb xabar beryapti. Yo'q. Va strelkacha bilan orqaga qaytaman. Bu yerdan demak matnni o'chirib tashlayman. Matnni bosib delete tugmasini bosamiz va o'zimizning videoga maska qo'ygan edik va bu qora fonga aylangan edi. O'sha maskani ham topib, maskaga kirib, non qilib olib tashlayman. Endi hech qanaqa video tanlanmagan holatda overlayni bosib, add overlay qilamiz va bu yerdan o'sha o'zimiz hozirgina saqlab olgan videoni bu videoga qo'shamiz. Demak, mana bu yerdan Basicga kiraman va uni masshtabini 100% qilib qo'yaman. Ikkalasi bir xil bo'ldi. Overlay orqali qo'shilgan videoni ustiga bosib, pastki tugmalardan Splice ni tanlab, bu yerdan 3-da turgan Darken ni tanlayman. Va птичкani bosamiz, natijani ko'ramiz. Ko'ryapsizlar, o'sha mashhur bo'lgan animatsion intro qismi, ya'ni boshlanish qismi bizda tayyor bo'ldi. Mana shu tarzda biz videoni boshlab olib, keyin o'sha video qolgan qismlarni albatta davom ettirib montaj qilib ketishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shu effektni VN dasturida tayyorlash bo'yicha darsimiz bor. Unda bittagina tekst turini tanlaysiz va birdaniga o'sha matnni kiritasiz. Video tayyor bo'ladi. Mana bunaqa ikkita video qilib saqlab olish sizga kerak emas. Albatta u videoni ko'rib o'rganib qo'ying. VN da tayyorlasangiz mana shu effektni vaqtdan yutishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun albatta kanalga obuna bo'lib, playlistga kirib, VN darslarimizni ham kuzatib borishingizni tavsiya qilamiz. Albatta bizning ko'p darslarimiz boshlang'ich foydalanuvchilar uchun va nasib bo'lsa biz harakat qilamiz o'sha trenddagi videolarni yasashni ham o'rgatib borishni. Va mana shu yerda yana aytib ketaman. Pastga e'tibor bersanglar, CapCut yozuvi va belgisi chiqib turibdi. Shuni olib tashlash bo'yicha ham darsimiz bor. Xuddi shunaqa foydali darslarni o'tkazib o'rmaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa va yoqqan bo'lsa albatta like tugmasini bosib ketinglar. Bu videoni ko'plab yurtdoshlarimizga yetib borishini ta'minlaydi. Barchaga omad, bizning kanalimizni kuzatishda davom etinglar.